Buna biz Andijonga jo'nadik больницаga. Больницаga жатқанды кетибиз. Onur Seyit bilen Dilşat öz jo'nadik больницаga. Assalamu alaikum, tuğanlar, arkadaşlarım, amansızlarlı. Kırmızı elim, mına teyit ayındağı Turun akabızın janağı orus boyunca vrachlara kayırıldığıyla. Janağı seres peşinden tışkarı, daha koşunca şu bir azır bir vrachka berem, özü жақсы düşüntüröt. Andan sırtkarı göy ayvay толтыр eкен. Al şu nimege barsak, şu больницаға чейин, жаткырына чейин qo'shimcha bir o'rinlar qo'sha belgilendi. Shuni bir dalillashdi. O'sha hozir vrach o'zida to'liq tushuntirib beradi. Shu yerga vrachga keldik. Hozir yaxshi baylab, yaxshi bir qo'ldan kelishincha yordamimiz qo'ydi. Bu yerga medsanchas deb qo'ygan. Qolgan adres direktorning bari o'zi tushuntiradi. Bizning hozir go'ygo'yimizni tushunib, bizning shartimizni tushunib, biz to'liq bir ma'lumotlar aytdik. Elderdan ақша cho'g'iltayotgani uchun бұл жақта аябай түшүндү, бизге колдон келишинче жанагы скидкаларды кылып берди, колдон келишинче. Аллах разы болсун бул врач акабыздан. Калган толук маалымат боюнча бул жерде кайсы жерде жайгашкан, Анжанын кайсы жеринде аны кантип Турун акабызга кантип жардам берди, ошо баардыгын ошо врач акабыз азыр колдон келишинче түшүндүрүп берет. Ассаламу алейкум. Врач ака, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Aleyküm assalom. Men ismim Zuhriddin, viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida endoskopik shifokorman. Ya'ni eski nomi Medsanchas. Hozirgi kunda Andijon viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi endoskopik mutaxassisiman. Bu qadrdonlarimiz kelgan ekan, qo'shni Qirg'izistondan bemorlari jigar sirrozi tashxisi bilan davolanadi, doimiy davolanadi. O'zingizlarga ma'lum bu kasallik bilan davolanganlarda uzoq ko'p xarajatlar ketadi. Uzoq davolanadi. Eng jiddiy tomoni shuki, bu jigar sirrozi bilan og'rigan bemorlarda, gepatolog nazoratidagi bemorlarda, umuman tabletkasini ichib yurgan, gepatolog больницаlarda yotib yurgan bemorlarda bir xavfli tomoni bor. Qizilo'ngach varikoz venalarning kengayishi degan, ya'ni bizni meditsinadagi asorati bor. Bu asha jigar sirrozi kasalligining asorati bo'ladi. Bu bemorlarda eng xavfli tomoni gemoragik komaga tushishi mumkin. Qon ketish, o'tkir qon ketish asoratlarini oldini olish kerak bo'ladi. Bunday kasalliklarda biz viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi endoskopiya kabinetida shu kengaygan vena tomirlarini baylash usullari, manipulyatsiyalarini amalga oshiramiz. Bu akalarimiz bizdan ko'p joylarga borishgan, qanaqadir narx tomonlama bularga ma'qul kelmabdi. Biz hamyonbop narxlarda, ya'ni bu akalarimizni muammosini hal qilib berdik. Bemorimizni mana manipulyatsiyalar asoratlarsiz tugatildi. Hech qanaqa qon ketish boshqa bo'lmadi. Men nima demoqchiman? Agar shunaqa bemorlar bo'lsa, jigar kasalligi bilan xastalangan bemorlar bo'lsa, gepatolog nazoratidagi bemorlar bo'lsa, albatta Medsanchas 21-22 xonaga kelinglar. Biz yengil osongina tekshiruvdan o'tkazib qo'yaylik. Bu bilan siz qon ketish, gemoragik komaga tushish bo'lgan xavfli asoratlarni oldini olgan bo'lasiz. Doğru söylüyorsun. Burada. Dolaş koyayım. Bu şahsi vaziyeti. Dolaş koyayım.
Ручку. Куда говорит? Ручку. Куда? Vrach aka, daha bir bu tomonda adresni yaxshi tushuntirib qo'ysiz. Andijonda qaysi yerda joylashgan? Ha, bu Qirg'izistondan kelgan insonlar ham bo'lishi mumkin, boshqa mamlakatdan. Shuni qanday bir nimasi bor? orienterding. Orienter. Asosan Andijon shahrida joylashgan Medsanchas, Andijon shahar Medsanchas, o'sha klinika ko'chasi, Yusuf Ota Andijon shahri, Yusuf Otabekov ko'chasi, eski Medsanchas desa hamma biladi. Klinika ko'chasida. Aka, rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bu akangizga ham yordam berganingiz, Alloh taolo sizga yaxshiliklar bergan bo'lsin aka. Bir oydan keyin nazoratga olib kelasizlar, ko'rib qo'yamiz. Alloh aka, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli tuvanlar, men shu qo'shnim Jigar Seroz bilan BD o'rus bilan uryaptilar, Jigar Seroz. Xarajat yo'qligidan, xarajat ozroq bo'lgan sababdan ko'p bayansalarga borsak, xarajat yetmay, ko'p u yoqqa o'rab bo'lib qoldi. Ko'p bayansalardan xarajat yetmasdan, cho'ltakdan aqcha bostirgan sababdan Allohga shukr, mana shu Med Sanchasga kelib shu bir tavsiya qildi. Bu yerda doktorlar o'ta yaxshi kutib olishdi. Bularga yaxshi yordam beramiz deb bo'ldi. Men cho'tagimizdan bir menizdan xarajatda g'ijab bo'lganmiz deb yaxshi kutib olib, o'zlari olib kelib qaralashib yordam berishdi. Bularga cheksiz shukrlar bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Shu Med Sanchasdan cho'ngi kimlar? Bunyod Muqimjonovich. Bunyod Muqimjonovich akaga cho'ng rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ishingizga egillik. Rahmat sizlarga. Cho'ntak bob qilib, hamyon bob qilib o'zbekcha aytganda yaxshi qilib beramiz dedi. Bizga ma'qullik keldi so'nim. Shu uchun bir roziligimizni bildirib qo'ydik deb, bir efirga chiqdik. Alloh rozi bo'lsin.